بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب الاغتسال يوم الجمعة. مرحبا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. أخبرنا مالك حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين وسلم قال وسلم قال: يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. أخبرنا مالك أخبرني المقبوري عن أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. أخبرنا مالك أخبرني نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا اغتسل. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب الناس، فقال: أية ساعة هذه؟ فقال الرجل: انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ثم أقبلت. قال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. 57. hadis qarasanlar, إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. Yani إذا أتى degan jumaga bormoqchi bo'lsa demoqchi. Juma namoziga bormoqchi bo'lsa, yoki ahadakum al-jum'atu deb qolsa, bironlarga juma kuni kelib qolsa, bu mumkin. Hamyada g'uslu yawmul jum'ati vajibun ala kulli muhtalim. Juma kuni yuvinish masalasida vojib deydigan mazmun chiqadigan hadislarni keldi. 60. hadisda kag'uslil janaba. Mishada hamda janobatni yuvinish qanday vojib bo'lgan bo'lsa, shunda vojib degan menda bir so'zni kelib qo'ydi. Endi mush juma kuni yuvinish vojib degan qarash zohiriyninki qarashi. İmam Ahmed'den bir rivayet var. Lekin cumhur ulamolar juma kuni yuyinishni mustahab deb qaragan. Olimlarning tushuntirishicha, ansarlar etizariqlarda charvlar o'zining ishlarini ishlaydi. Jumaga kelgan vaqtida kiyimini almashtirmay ashunda qalin kiyimlar bilan issiqda ta'pirab boshqalarga azavriga masjidda turib ketgan ahvol bo'lg'achqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jun kelgan bo'lsanglar degan. Albatta boshqalar azavrigan darajada bo'lgan taqdirda yunish vojib degan darajaga yetish mumkin. Azab bo'lmaydigan pokiz ahvolda mustahab. Endi nima qarasanglar 62. hadisga an Salim ibn Abdullah an Nabi, yani Abdullah Azir ibn Umar radhiyallohu anhuma
أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة. مش kişi Osman ibn Affan radıyallahu anh. Xutba so'zlayotgan chog'da Xalifa Umar, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidan keyingi vaqtlar bu. Yani Hazreti Umar xalifa vaqtida xutba so'zlayotgan chog'da Hazreti Osman kirdi. Kirgandan keyin ma qanday soat ma qanday chog' ma desa, inqalabtu min as-suq fa sami'tu nida. Men bozorda etdim, ish ovqat qilayotgan, azanni anglab bilan qaytdim. Başqa hech qanday ish bilan shug'ullanmay tartib bilan yugurib kelishim. Yani tiz kelishim deb uzr etdi. Yani jumani xutbasiga kechib qolganlikda qaygan chog'da shuni uzr etdi. Qala Umar radhiyallohu anhu wal wudu aydan tartilib lanma yunish degan gapcho, yunish nari qoldi degan ma'noda. Vaqat alimta anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana ya'mur bil ghusl. Yunishga buyurdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yani bu yerda Hazrat Umar bu vacib ishdi, sen vacibni tark qilsan degan mazmun chiqishini atayin bo'ldim. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurilgan sunnat mustahab ishdi, mustahab ishni qilmaqsa deb aytilgan bo'lishi mumkin. Chunki sunnat mustahab ishni qilmaganligida qaysa bo'ladi. Yani diqqat qilsanglar, inqilabtu min as-suq degan so'zdan musulmonlar juma kunida cho'qim demilish kerak degan gap yo'q. Tijorat bilan shug'ullanayotgan Hazrat Osman. Bunisiga Qur'on Karimda fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Yani namoz shunda tugagan amal ziminga tarilib, shu o'qdan davomlashtiringlar. Ya qanday bir mashg'ulotlar qilinglar, shu orqali Alloh taolaning fazilini olinglar degan. Alba Yahudlar, Xristianlar aslında o'zi ulug'laydigan kunni demilish kuniga aylantirgan. Demilish kuniga aylantirilib, birisi Yahudilar mesela shanba kunni, Xristianlar yakshanba kunni demoqdan qilgan. Lekin musulmonlarning asli odatida juma kuni cho'qim demilashadigan gap. Juma kuni ishlasa, o'qisa, talibning cho'qim demilish kerak emas. Yani o'qisa bo'lardi. Qala Muhammadun al-akbar yawm al-jum'ati va laysa biwajibin fi hadha atharun kathiratun. Endi yuqori rivoyatlar vojibni bildirganda kelgan bo'lg'achqa, jumhur ulamolar mustahab degan qarashni tanlagan bo'lg'achqa, mustahablikka yoki sunnatlikka dalil bo'ladigan dalillarni tizib ekanmoqchi. O'sha afdal degani sunnatnimi mustahabni o'z ichiga oladi. Qala Muhammad akhbarana Rafi' ibn Sabih al-Basri an al-Raqashi an Anas ibn Malik wa an Hasan al-Basri. كلاهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. Şu rivayet qarasanlar Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan va Hasan Basri'dan dedi. Raqashi ajiklaylandan rivayet qilishni ama Anas ibn Malik desak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan indaqligini sahabe bo'lgan ekan, to'g'ri. Hasan Basri tabi'i bo'lgan ekan, buningdan Rasulullohning o'tirib bir sahabe chiqib qolgan bo'lishi aniq. Undan keyin buning rivoyatini bo'ldi, mursal bo'ldi. Mursal. Hasan Basri'ning marasillari odatda hujjat hisoblanadi. Mesela Hanefi mazhabida mursal hujjat, Maliki mazhabida hujjat, Imom Shafi'ning nazarida Hasan Basri'dek ashunda tabi'inninki, ya'ni hujjat hisoblanadi. Jumhur ulamolar hujjat deb qaraydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu marfu. Undan keyin bu ham mursal ham marfu ikkisi bir-birini taqim kuchlantiradi. Dunyoda men tawadda yawmal jum'ati fabiha va ni'mat dedi. Juma kuni yuyinmay taharat ediblam bo'ldi qilgan kishi bo'lsa, uning taharati bilan maqsad ado bo'lgan bo'ldi. Shu bilan maqsad ado bo'ldi degan fabiha va ni'mat mushu qilgan ishimo nayt yaxshi bo'ldi degan. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النقعي قال سألته عن الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين قال إن اغتسلت فحسن وإن تركت فليس عليك فقلت له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة إن
إنما هو كقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم فمن أشهد فقد أحسن ومن ترك فليس عليه وكقول الله عز وجل ها هنا جل وعز ها هنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فمن انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس قال حماد ولقد رأيت إبراهيم النخعي يأتي العيدين ولا يغتسل. Mesela şu 64. hadiste İbrahim'in Nakhai Cuma günü, Eid günü juyunuş ve kanal doğan çağda juyunuş hükmü akıl sorulan çağda bu ahvallarda juyunsam mı bak yaxşı juyunmay qalsam mı hech gap bo'lmaydi deb javob bergan çağda Hammad İbrahim Nakhai'nin şagirdi ustozdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man raha ilal jum'ati falyaghtasil Jumaga bormoqchi bo'lgan kishi juyunib borsin demaganmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganda İbrahim Nakhai shunda degan bala deganda shunda qilsam Walakin laysa min al-umur wajiban lekin falyaghtasil degan mush buyruq mishada boshqa holda vojibni ko'rsatishi mumkin mishada vojibni ko'rsatmaydi bu xuddi Alloh taolaning va ashhidu idza tabayatum deb o'sha oyatid dayn bir sarf qilgan o'sha uzun oyatda va ashhidu idza tabayatum deb shunda buyurgan lekin so'z qilgan chog'da guvohtish vojib ish emas buni ulamolar masalan mustahab lil irshad deb qo'ydi bo'lmasam bizlar qanday olsak bir talnan olsak bir tal suv olsak shuni guvohtib qo'yishimiz vojib bo'lib qoldi bu irshad deganda guvohtib qo'ysanglar keyin ziyon tortmaydigan ish bo'ldi tangan chog'larda isbotlay olasizlar agar guvohlatmasanglar gunohkor bo'lmaslar ekan tinib qolgan taqdirda o'zing dunyoviy ziyonga uchrashingiz mumkin faman ashhada faqat ahsana va man taraka falaysa guvohlatmasa gunoh bo'lmaydi yana oyatda foyda qudrat salat fantashiru fil ard taralanglar dedi faman intashara fala ba'sa o'zing ishga mansa hech gap yo'q o'tirib zikr qilib duo qilib o'tsa buningmi hech gap yo'q bu ibahani bildirdi demakchi o'sha intashiru degan buyruq ibahani bildirdi usul fiqhda buyruq odatda haqiqa fil vujub yoki ba'zi ulamolar haqiqa fil vujub va nadb yoki fil qadr mushtarak deydi ammo buyruq siyg'ilari Qur'on va hadisda 16 xil ma'noda keldi. Bu yerda hozir mubahlik ma'nosida, mustahab ma'nosida keldi demoqchi. Qala Hammadun va laqad ra'aytu Ibrohim an-Nakhaiya ya'ti al-Eidayn va ma yaqtas. İbrahim an-Nakhai'ninki Eid namozlariga jumay kelganligini ko'rgandim. Demak, yuqorqisa İbrahim an-Nakhai'ninki so'zi keyingisi İbrahim Nakhai'ning ish harakati. So'z bilan fe'l ikkisi chipislashdi. Ayette buyursanızki vacibini mutlak tekturdan hayır var. Azırki yaptığınız diye ki buyursanızda vacibini mutlak tekturdan hayırına kayıta parayın. Karina şu sahabe kiramınınki bazı jumaya geldi. Ondan Hazreti Ayşe radhiyallohu anh'ınki rivayeti var. Kişiler destek çağlarda aslında özünün işine etizlerinin işlerini, çarı işlerini özü kılıptı. Tepirap ketkenlikten aslında değilgen. Keyin kişiler sel kim almıştırıp qilib turmush yaxshilangandan keyin unda ta'kidlab buyurmagan rivoyatni qarayman bular. أخبرنا محمد بن أبان عن ابن جريج عن عطاء ابن قال كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة أي الجمعة تدعى لوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه لا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فحضرت الصلاة يعني الجمعة نماز bo'libdi bu ata yani ibn Abbas radhiyallohu anhuning shogirdi hozir bu shahid ismi juma kunda buni dars o'qiyotganligini ko'rsatdi ha juma kunda shu shogird bilan shunda ustozning atrofida so'rab o'tirgan juma vaqti bo'lgandan keyin fadaa bi wudu va zo'r ruxsat tarasfi tartilishga suv
egeldirib tartaldi. Tartalgan chaqda faqala ba'd ashabi ala tagtasil junvanmamla deb so'gan chaqda qala al-yawm yawmun barid fatawad. Bugun havosal sovuq turdi deb kishi tartilib qo'ydi. Bu mamda Ruxas ibn Abbas, yani ibn Abbasal kanrak nima tutdi. Yani shu juma kunida dars o'qigan bular. Ibn Jurayj, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Bu mu na cho'ng hadisshunoslarning birisi. Qanda bir masala bo'lib qolsa, cho'qim hadis asardan bir dalil akilalayma degan ulamo. Ayna degan ekan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh bundan shunday bir so'g'an. Ehramliq kishi tulkining tishini sundiritib qolsa nima qildi? Tulkini o'tirib qolsa, agarki bir qo'y kirishi mumkin, masalan. Bugun tulkining tishini chiqib o'tdi. Nima qildi desa, nima desin chiqmaydimi? Ona ekan yagizlar sinna ta'alab deb jizib bo'ldi degan. Topolmaganimiz. Zat chiqmaydi. Hamma narsani Qur'on hadisda unda tafsili bayon qilmaydi. Ba'zi qiyos bilan qilamiz masalan. Ammo unda shunda darajada qanday bir masala bo'lsa, hukmini hadisda keltira olmayman degan bir olim. Yani shu darajada shunda nurg'un rivoyatlarni asarini yozib bilgan olim. Akhbarana sallam سلام ابن سليم الحنفي عن منصور عن إبراهيم رضي الله عنه عن إبراهيم تمام تابعي وانكم عن إبراهيم رضي الله عنه قال إبراهيم أجر ما راوينا بتونو بيدمجلكنا الله إبراهيم تابعي إبراهيم النخعي عن إبراهيم قال كان علقمة بن قيس إذا سافر لم يسل علقمة بن قيس إذا سافر لم يسل سافر را مفخم رب سين مفخم قلب رانا مرقق لزوم سافر لم يصلي الضحى ولم يغتسل يوم الجمعة. Nima uchun juma kuni junida? Safarda bo'lganlik uchun ham junishning o'zimi vojib bo'lmaganlikdan lam yusalli duha bumi chashkanimizni mustahab bo'lganlik. Qala Muhammad akhbarana Sufyan Tawriy va uchun zo'r o'qiluvna maf'ul musa الثوري قال حدثنا منصور فاعل عن مجاهد قال من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة عن غسل الجمعة. Hozir bu masala ba'da tulul fajr degan manda deb qo'yishda ulamolar o'tirda juma kuni juynush, juma kuni shu ulug' kun bo'lg'achqa, haftalik bir Eid bo'lg'achqa, juma kunining fazilati uchun mustahab bo'lganmi yoki juma namozi uchun mustahab bo'lganmi? Bu juynush hozir nimaning hurmati uchun degan masalada ixtilof bor. Ba'zilar juma kun uchun deydi. Davonken Perşembe keçidini tartib mesela. Perşembe keçi cuma günü keçisi emasmi? Keçidini tartib ya bamdatdan ilgari, bamdatdan keyin juyinib, keyin tartib sunib, kichik tartgan bo'lsa, juma kuni uchun deganlar shu hisoblaydi. Juma namozi uchun deganlar, yaqsan namozga shu juyingan tartibdan berishing lozim, qayta juyinsa deb qaraydi. Qala Muhammad akhbarana الثوري عن عباد بن عوامة قال أخبرنا عوامي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت عائشة يعني كان رضي الله عنها قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة شيئاتهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم. عمرة بنت عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة ونازلت عائشة رضي الله عنها بتربيلجان
ammalu anfusihim yani özlerining etizariq va chorva ishlarini o'zlari qilibdi. Xizmatchilari, malaylar yo'qda. Bi hay'atihim etizariqda ishlagan kiyimlari taqdir qilinmas. Kiyim almashtirmay yo'qda. Shunga ular bu jun kelgan bo'lsalar boshqa tuproq azavri qolmasin deyilgandir. Ya'ni shu junishqa buyurilishning sababini bayon qiladi. باب الاغتسال يوم العيد أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو ديان أتين تربط بردو ديان يعني إيتمز غاتين تربط بردو. قال محمد الغسل يوم العيد حسن وليس بواجب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. Hasanun degan mishada mustahab sunnatni o'z ichiga oladi. Vojib emas, mustahab sunnat demak. Bab tayammumi sa'id. Akhbarana Malik akhbarana Nafi'un annahu aqbala huwa wa Abdullah ibn Umar min al-jurufi. Hatta idha kana بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. Juruf degan Madinadan 3 mil jiroqlikda joy. Mirba degan 2 mil atrofida jiroqlikda. Bu yerda mushadisdan dalil bo'lgan tarafi bu shahar ichida, ya'ni shu shaharga tava joyda safar qilmagan holatda bo'lsa-mu tayammum qilsa bo'ladiganligi. Yana tayammum qilgan chaqda jaynaki qadar mas qildiganligi ikki tarafdan dalil. Bu hamda summa sallardigo Madinaninki azroq sirtida, ya'ni 1-2 mil 3-4 kilometr sirtidagi bir ustun mahalla endi bu. Shu chaqda Madinaga berib namoz o'qisimi, asrni o'qisimi ulgurdi, o'qiy oladi. Lekin Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu namozning dastlabki vaqtida o'qilish uchun tayammum qilib namoz o'qigan. Akhbarana Malikun أخبرنا مالك أخبرني عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عهدي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه فأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة رضي الله عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعلت يطعني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم
فتيمموا قال رضي الله عنه حبير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العبد تحته. Abdurrahman ibn Qasim, Al-Qasim bu İbn Muhammad ibn Abi Bekr as-Siddiq radıyallahu anh. Yani Abu Bakr as-Siddiq'nin nevrisi. Yani Medine fuqahalarından içindeki 7 fuqahanın birisi. Hatta idâ kunna bil Beyda, Beyda Medine'ninki şu sırtındaki ehram bağlayan cevabı Zülhüleyfe'de. Şunun yanındaki saylık. O bidatul ceyş. Yani şuna yakın bir cayın ismi. Aqdi Gulabka, yani Gulabka. Gulabkam üzülüp kitap çıkıp kaldı tapamadı. Faqama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala iltimasihi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu izlep turup kaldı. Ve aqaman nas. En-nas müşahede kimler? Aşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen billa gazatga chiqqan mujohid sahabalar. Qo'shin deymiz müşahede. Qo'shin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan billa turib qoldi. وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ Ular tuğan joyda su yo'q dedi. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٍ Ular endi elib olgan su yo'q dedi. Shundan kishilar Abu Bakr radhiyallohu anhu qashiga kelib Rasulullohga shikoyat qilolmay, bu yer turib yursak bo'lmaydi, su yo'q tursa deb g'ingshamay, Hazrat Aishaning otasi Abu Bakrning qashiga qilib shikoyat qildi. Ala tara ila ma sana Aisha. Sizning qizlari Aisha xonimning qilg'ashini ko'rmamlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bütün lashkarlarni su yo'q joyda ularning yanında elib olgan suv bo'lmasa mishada tuzib qo'ydi. Turishi sabab bo'lib qoldi. Faja Abu Bakr bu kishilardan bu gapni anlagandan achchiq kelib Abu Bakr. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ra'sahu ala fakhdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamga beshini qo'yib uxlab qolgan. Hazrat Aisha radhiyallohu anha da'vatida. Qad nama faqala habasti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam wan nasa wa laysa ala ma'in wa laysa ma'hum ma. Bunda sharoitda bütün qo'shinni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishada tutib turib qoldingiz deb fa'atabani ma taptani qildi. Va qala ma sha Alloh an yaqul. Bir muncha gapni qildi deydi. Wa ja'ala yat'anuni bi yadihi fi khasrati. Barmoq bilan biqinimga nuqultu dedi. Fala yamna'uni min at-taharruk illa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala fakhri. Nuqanikan men o'zimni qachiray desammi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'tamni uxlab qolganlik uchun uyg'otib o'tmay deb medillamay qoldim. Fanama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatta asbaha la ghayri ma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uxlab atganda suv yo'q holatda tong otqizdi. Anzalallahu azza va jal ayat tayammum shu chog'da Alloh taolo tayammum qilish oyatini fatayammamu degan shu oyatni ya'ni sura Maidadagi ya ayyuhallazina idza qumtum ila salati faslu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq degan shu oyatni nozil qildi. Qal Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anhu bu ansarlarning kattalarining biri ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Abi Bakr. Bu sizlarning tunji barakatinglarmas. Sizlar qandaq bir avorchilik bo'lib qolib, beshinglar bir ish kelib qolsa, cho'qim Alloh taolo sizlarga unda yaxshilik qilib turdi, musulmonlarga osonlik keltirdi. Qalat va ba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi fawajadna al-iqda tahtahu. Hazrat Aisha so'zini davomlashtirib unda deb berdi demakchi. Al-Qasim. Biz men ustida o'tirgan tugini qo'zg'atsak, o'rnidan qo'parsak, ash gulabkini shuning ostidan topdik. Hazrat Aishaning yana bir voqealikda gulabki suzib ketgan shunami? Shuni izlaymiz deb qilib karvon ketib qoldimi? Undan keyin hadisatul ifk bu. Shu bir gulabki voqeasi. Yani shu voqealikning gulabkini tarix ulamolari 12 tangilik gulab ketdi. Ba'zi rivoyatda hamshirasi Asmadan o'tnilib taqab chiqqan rivoyat bor. Yani 12 tangilik bir gulab uchun qo'shin ashada su yo'q saqlab turgan. Shuni tepish uchun. Degan bu bunda qarasak, mushuni bunda saqlab turamiz degan bu Alloh taoloning o'rinlashtirishi bu. Mushunda voqelik bo'lib, uningki shariatla belgilanib, tatbiqlanib, bunda bo'lish uchun shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Aisha qaymidi va Abu Bakr qaydi, Rasululloh qaymidi. Hadisatul ifk bo'lgan chaqdimi musulmonlarga nurg'un yaxshilik bo'lgan. Yani şu munofiqlar oshkorlandi, askar mana deb chiqdi.
Allah Teala Hazreti Ayşe'ne etkad asmanın üstünün akılda. Onda Müslümanlar için nurgun hayırlı boğan. İkisi vaka. Bazı ulamalar bunu Benil Mustalık gazeti vaka boğan deydi. ضربة للوجه وضربة لليدين وإلى المرفقين وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. İmam Muhammed biz şu kadar vaat kılgan müşa hadislerini tutmamız. Ve teyammumu darbata yedin. Teyammum ibaratı çıkartın yaga kolunu vuruştan ibarat. Darbalil vecih bir katım urup yüzümüzü silayımız. Yani bir katım urup bilekimizni ceynek kadar silayımız dedi. Yani bazı ulamalar bir katımla vurumuz geldi ba. Bir katımla vurup şöyle sıklam buldu. Yani bazı ulamalar çıkartım vurumuz ya bir katım vurumuz. Lekin kolunu beş kadar silayımız, ceynek kadar silayımız geldi. Yani hepimiz hep şu çıkartım vuruşuna ceynek kadar silaşını tallagan. يباشرها وهي حائض. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألهما هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد دارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا. هذا مفخم أمسا. هذا ما باب ayol kishi hayzda holatda er kishi bunga yaqin kasb bo'lmaydigan albatta ittifoq, lekin nadin nagicha ruxsat qilinadi degan chegarasini belgilashaqli keldi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Aisha bilan qanday tuqqanchilik bormi yo'qmi? Balisining o'rinda deydilar. Mesela Hafsa Aisha bilan billa azvaj mutahhara bo'lgan ekan, Hazrat Aisha radhiyallohu anha adamiyat deydi. Yani o'zi so'mida hozir adamiyatda. Yes'aluha balki hamda o'zi so'rashdan qizil o'g'il bo'lishi mumkin. Hal yubashiru ar-rajulu imra'atahu wa hiya ha'id? Ayol hayzda bo'lib qolsa, ayolni quchoqlasa bo'lamdi deb so'radi. Faqalat litashudda izaraha ila asfaliha. Thumma liyubashirha insha. Belning ostiga izarni tatib olsa, yo'qqa yoki shunda belning ostiga yo'g'aydigan kiyimni kiyib olsa, qalsa quchoqlasa bo'ldi. Bu Yahud Nasaralar bu masalada chekidini oshirib o'tgan. Yahudilar bunda ayolni qo'l tekkazsa-mu bo'lmaydigan nejistak yoki bir uyda masalan o'tirib tomoq yemaydigan, aytgan tomoqni yemaydigan masalan bil yetishki mumkin emas. Xristianlar yaqin kelaveradigan. Lekin islom shariatimizda umma vasat bo'lg'achqa shunda eng muvofiq shaklda o'qiyor. Hayzda holatda yaqin kelish harom, lekin uningdan boshqasi halol degan. Qala Muhammadun va bihada kullihi na'khudh la ba's bidalik. Mushuning hammani biz tutmaymiz dedi. Mushuning hammasi nima? Hayzda holatda jima qilsa bo'lmaydi, nima? Undan balning ust tarafiga masalan quchoqlashib, tutib qilsa bo'ldi. Ayol kishi balning ostiga bir kiyim kiyib oladi degan mushuning hammani biz tutmaymiz dedi. Wal 'ammati min fuqaha'ina. Yani bu Abu Hanifa'ning va bizning fuqahalarimizning ko'pchiligining qarshi edi. Fuqaha'ina degandan maqsad nima? Fuqaha'ul Kufa yoki fuqaha'ul Iroq. Çünkü İmam Muhammed Kufa'da mı yaşadı, Bagdad'da mı yaşadı? Yani şu Irak fuqahalarınınki köpçülikinin karışımı şöyle. أخبرنا مالك أخبرني الثقة عني عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سألا عن الحائض. سئل عن الحائض. زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل. قال محمد وبهذا نأخذ
لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة أو تجب عليها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أخبرنا الثقة عندي إمام مالك السوزة eğer bir senet qarab ma'lum shaxsni bildirdi. Salimdan rivoyat qilsa falani, yana falani rivoyat qilsa bukuni der, hadis ulamolari shunda bekitdi. Qanday bo'lmasin bu ishonchlik, uni ismi ma'lum bo'lsin bo'lmasin, baribir o'xshash. Salim ibn Abdullah va Sulaymon ibn Yasar. Bular ayzda aql so'ralgan chaqda odatdan poklaniblam junishilgiri yaqin kasb bo'lamdi. Yancha faqala la hatta taqsid. Juyunganmikin anda yaqin keldi deb javob bergan. Imom Ahmad aytdi, biz bu mushqarashni tutamiz. Hayzda ayol namoz o'qiyolgan bo'lgan chaqda, yoki namoz vojib bo'lgan chaqda, yana juyunib bo'lgandan keyin ondan yaqin kelishga bo'ladi. La tubashar degan mishada quchoqlash demoqchi emas, shu jimoni emas. Va qawl Abi Hanifa rahimahulloh taala. أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. Ayzda ayolımdan nima halol bo'ldi menga deb so'ragan kishiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam belning ostiga yo'qqa ko'nglikini kiyib olsin, ana thumma sha'naka bi'a'laha. Belning üst tarafidan xohlagancha foydalansang bo'ldi dedi. Sha'nak degan nima bo'ldi? Dunak, shu ustisining degandek. Qala Muhammadun wa Abu Hanifa rahimahulloh ta'ala va qad jaa'a ma huwa min hadha عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. İmam Abu Hanifa belning ostiga kiyim kiyib oldi, ya'ni belning ostiga yaqin kelmaydi, uch tarafini quchoqlab tutsa bo'ldi degan qarashni tutdi. Hazrat Oyshadan buningdanmi kengroq ruxsat kelgan, orqasiga bakrak kengchilik bilan ruxsat qilgan ahvol kelgan. Hazrat Oysha dedi, "Yeyishdan bu sha'araddam. Sha'araddamni biz iqtiyorda deb o'tdik-ku. Qan chiqadigan joy. Shu o'ringa yaqin kelmasa, boshqa odam bahramon bo'ldi demakchi. Sha'ar deganni belga, alomat, bu yerda sha'araddam degan shu qan chiqadigan o'rin. Lekin yuqori qarashda belning osti cheklanishnama, masalan, yo'tisi va kazamisi. Ma'noda yo'q shu joyga jima qilmasalar, bu boshqa quchoqlar tutishsa avval degan. Nasıl ma'bud keng qarash. Hazrat Oyshadan keldi. Lekin hamda ulamolar belning ostida boshqa ayolni cheklisida hadislar man hama havlal hima yushaku an yartafi. Jima qilish cheklangan boshqa mayli dalni qilsa keyin oxiri jima qiladi. Shunga ishtani yo'qqa binas kiyog'ini yaxshi demak. Har xasiyani ashal desang bo'ladi. Babun idal taqal khitanani أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون إذا مس الختان ختانا فقد وجب الغسل. Endi şu araylik münasebet qanday darajaga borsa usul vojib bo'ldi degan masala. Ma'noda ashab-ı kiramlar avrat yuzida tekkan amon usul vojib bo'ldi dedi. Xitan mishada avratni ko'rsatdi. Ya'ni xatni qilingan avratlar usrishib qolsa. Albatta da o'g'il bolalarni xatni qilishpa, ayollarni xatni qilishmi ba'zi rivoyatlarda bor. Ya xatni qilinmagan taqdirdami, xatni qilinadigan o'rin, xatni qilingan o'ringa tegsa degan ma'noda desak to'g'ri chiqadi. Majazan. عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة ما يوجب غسلا فقالت أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع ديكة
تصرف فيصرف معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل yani meni çıkması mı? Öğret uçlarışkanı kılam usul vacip oldu demek. Ebu Seleme Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'ınki oğlu. Bu Hazreti Ayşe'den soğan. Usulüne nime vacip kıldı dep sordu. Siz soraşta bu özünün bir karışı var. Ben sahabe kiramdan alınan bir karışı var. Hazreti Ayşe bunun şunda qaraydiganligini biladi. Ama soraş şu hükümle bundan sorab qo'yish uchun emas, o'zining boshqa qarash ekanligi va bir xilimda e'tiroz bildirgandek tariqada bir so'rashimiz bo'lg'achqa, Hazrati Ayşe bunga shunday qo'polroq javob bergan. Ya Abu Salama sen nimaga o'xshaysa bilamsa, sen xuddi xo'rozlarning chillig'ini anglab, uni bilan tang chillayman deb urinib boqqan çocuğa o'xshaysa. Neden bu kadar başka? Yani sen bunu yaxshi tushunmaysan, buni sen kichik, buni yaxshi tushunmaysan. Yani bazılarning, bazı sahabalarninki mushunda deganni anglab, sen mush qarashni takrorlayapsan. Takrorlayapsan. Lekin buni bildigan kim? Rasulullohdan kim bilgan buni? Mana men bilgan emas. Men bilaman buni demak. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أولاد يا شنو تجيب يا كرجان أمان غسل واجب كله. لكن مني çıkmış mı? Mesela bazı مني çıkmaz mümkün. مني çıkmış mı? Cima kılan ahvalda غسل واجب كله. Abu Seleme kanda karaydı. مني çıkıp kalsa غسل واجب كله. مني çıkmagan bolsa, cima kılan bolsa غسل واجب olmaydı. أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب لولا عثمان بن عفان أن محمود بن لبيب سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يغسل فقال زيد بن ثابت يغتسل فقال له محمود بن لبيب فإن فإن أبي بن كعب رضي الله عنهما لا يرى الغسل فقال زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. Ma'lumda bu Mahmud Zeyd radıyallahu anh'dan sordu. Bir kişi ayollarga yaqin kelib, keyin meni chiqarmagan bo'lsa, meni chiqarmachi ishni tugatdi deydi. Chiqarmagan bo'lsa, hukm qanday bo'ladi deb so'rasa, Zeyd radhiyallohu anhu juyinidi deb javob berdi. So'ng Mahmud undaqda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu g'usl qilmasin bo'ldi deb qaraydi-ku deganda Zeyd radhiyallohu anhu unga javob berib, Ubay ibn Ka'b vafot bo'lishdan ilgari bu qarishidan yangan. Yani bu mensup olup ketken hüküm, dastlab shunda hüküm batdi. Ubay ibn Ka'b shunda qaragan, Hazreti Osmon mu balki shunda qaragan. Keyin ondan bu hüküm mensup olup ketganki, Ubay ibn Ka'b mu bu qarishidan yangan demakchi. Yani cho'nglarninki mana cho'nliqi bor. Sahabe kiramlar, Hazreti Ayşe va tabiinlar mensup olup ketgan hükümni rivayet qilgan ba'zi bir ahvollar, ba'zi sahabalarning so'zlariga asoslanib turib, juyinish kerak degan qarashga e'tiroz bildirgan chog'da bu shunda rivayet qilingan, lekin mansub bo'lib ketgan. Yani naza'an dalik, yani raja'a an ra'yihi demakchi. O'ylashilgira u qarishidan yong'anda. Qala Muhammadun wa bihadha na'khudhu حشفة أنزل أو لم ينزل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh biz muşu rivayet kelgan hamma mazmunni olamiz. Avratga uchrashib qolsa, zakarning uchrashunda g'oyib bo'lgandikilar g'usl vojib bo'ladi. Mani chiqsin, chiqmasin g'usl vojib bo'lishi aniq. Bu Abu Hanifa rahmetullahi aleyhning qarashi edi. Shu qirqa hadisga Mahmud ibn Labid bu kichik sahoba, kichik sahobadan. Tabi'i emas sahoba. Babu rajuli
Babur raculi. باب الرجل Yani bunu da iki xil usul buldu. Babur raculi yoki babun bir to'xtatib. Ar-rajulu yanamu hal باب الرجل ينام هل ينقض ذلك وضوءه أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ أخبرنا مالك أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ قال محمد وبقول ابن عمر في الوجهين جميعا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. Yani bu bab uyku taharat sundurduğun işlerin cümlesidir mi degan masalaga munosabatlik. Babun ar-rajulu yani babur rajuli yanamu albatta ayol kishi o'xshash. Yani bu yerda rajul degan ishada bunda bir kilit degan so'z. Ayol kishi shunda bo'lsa o'xshash. Yetib uxlasa tardi sunudi, o'tirib uxlagan bo'lsa sunmaydi dedi. Imom Muhammad Ibn Umardan kelgan ikki xil ahvolda ikki xil kelgan hukmni ikkilisini tutmas dedi. Nima uchun degan chog'da bu uyqu tarsizlik emas. Yani tarini sundiradigan narsa emas o'zi. Lekin tarini sundiradigan narsaga sabab bo'ladigan narsa. Bir hadisda rivoyat qildik biz. Al-aynu ka'as-sahi. Faidanat al-aynayn inhallat al-uqda. باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب حدثنا ابن شهاب أولى بغسل شهاب عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أقل لك وهل ترى ذلك المرأة قالت فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال حبيبت يمينك ومن أين يكون الشبه ومن أين يكون الشبه ومن أين يكون الشبه يكون الشبه شبه قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. Ayol kishi er kishiga o'xshash ehtilom bo'lib qolsa, tush ko'rib qolsa, usul vojib bo'lamdi degan masala. Ummu Sulaym radhiyallohu anha bu Anas radhiyallohu anhuning onasi, binti Malhan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Aisha va boshqa ayollar bilan o'tirgan chog'da kirib, bunda so'g'an. Er kishiga o'xshash yana tush ko'rib qolsa, shayton otlab qolsa, usul vojib bo'lamdi deb so'g'an chog'da Hazrati Aisha uningga bunda degan. Uffillak va issilga degandek, va issanga degandek. Yoki oho degandek. Yoki ayol yey dedi-ku. Ayol kishi shunda tush ko'ramdi. Yadamda ayol kishi shunda tush ko'ramdi degan ikki ehtimollar. Biri Muslimning buni Rasululloh oldida so'ragandan bular hayot qilgan xijil bo'lgan bo'lishi mumkin. Voy bunda ish yo'q. Bunda jurishtirishmasda. Masalan, ikkinchisi azvaj mutahhara ehtirom bo'lishdan qovdalgan bo'lishi mumkin. Shu Hazrat Aisha bunda ish yo'q degan bo'lishi mumkin. Faltafata ilayna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala taribat yaminuk. Taribat yaminuk degan so'zmi? Mush iborami? Boshqa shunga o'xshash iborlar bor. Takalat ummuk masalan. Bu aslida bir qog'oz maqsad qilingan so'z. Qudan qurib ketgay degandek masalan. Yoki yo'qsul bo'lib qolgaysa degandek so'zlar. Lekin keyin asosda bu bir xil madilash yoki uni ichida yaxshi gap qilish odatiga aylanib ketgan. Taribat yaminuk degan xuddi yashab ketam, aqlingiz ziyoda bo'lg'ay. Yoki bunday deymiz-ku, bu aqlli bunda bo'lsa, anasiga o'xshash nardan keladi. Va min ayna yakun shibhu, chunki o'xshash bu masalan ya uruq yoki shu sperma ya suyuqlikdan bo'ldi-ku,
Bir narsa chiqqandan keyin ondan bu ikki tarafning nasıl birlashsa, ondan shundan turiladigan bo'lgan ekan, shu ikki tarafdan chiqqan narsa birikkandan keyin ikki tarafning bunga o'xshash kelib chiqadi. Ayol kishining ustidan kelsa, ayolga o'xshaydi degandek rivoyatlar bor. Lekin ayol kishidan unda mani chiqmasa, qanday o'xshaydi onasiga? Hazreti Ayşe dedi. Hazreti Ayşe ya unda ehtilam bular bir ayol kishidan da mani chiqish shundan yo'q deganda gap qilgan ekan, ya unda ish bor emas. Lekin shunday masalalarni sahoba ayollar tatmay so'rab, o'rganib, din ahkomlarini bizga bunda yetkazgan. Lekin nima fiqh kitoblarda deydi, masalan, kishi bunda o'nglayotgan bo'lsa, suvni ko'rsin, ko'rmasin, jinish lozim deydigan. Erlarda azroq farq bor. باب المستحاضة قال أخبرنا مالك حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب فلتصلي قال محمد وبهذا نأخذ وتتودأ لوقت كل صلاة وتصلي إلى وقت الآخر فإن صال دمها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. Bu 82. hadisda annamratan kanat tuhraqud-dama. Yani turiqud-dama demek. Yani kan chiqib turibdi, kun kelib turibdi demakchi. Yani hayz kunlari o'tib ketsa-mu, saqaymay kun kelib turar ekan. Bu mustahada. Shu istihaza kesilib giribdi bo'lgan. Buning hukmi nima desa, odatda har oyda kasal bo'lgan kunlarni hisoblab, masalan 5 kun kasal bo'lgan bo'lsa, 5 kun deyli, 6 kun deyli, 4 kun deyli. Shu 5 kun ichida namoz o'qimay turdi. Fayda khallafat zalika, shu 5 kun o'tib ketgandan keyin unda juyinib, zakidak bir narsa taqilib namoz o'qiyverdi dedi. İmam Muhammed rahmetullahi alayhi dedi, "Va bihada naqud." Biz mushu qarashni tutamiz. Ya'ni mustahada hayz kunlari deb odatlangan kunlar shunda o'tib ketgandan keyin bir qatimlam juyinib namoz o'qishga boshlaydi degan qarashni tutamiz dedi. Lekin har bir namoz vaqtiga bir qatim tartildi. Masalan, peshimga azon to'landi, bir tartildi. Shu tartib bilan asrga qadar qolgancha nafl o'qisa yoki farzni o'qisa bo'ldi. Uniki asrga azon to'lashi bilan bu tarat amaldan qoldi. Yangidan tartildi. Ammo shu odatlangan kun o'tganligidan bir qatim juyinsi bo'ldi dedi. Ba'zi ulamolar her namazga bir juyindi deydi. Ya unga bo'lmaydi desa, kunda 2 qatim juyindi. 2 namozni shunda o'ttirga akab turib bir juyinib, 2 o'qilib, jami suvari yani 2 namozni yig'ib bir o'qilib manda qildi. Ba'zilar bir sotkada bir juyindi deb qarag'anlar bor. Ma'ni bu mazhabda hayz kunlar o'tgandan keyin bir qatim juyinasi bo'ldi. Va tusalli ila al-vaqtil akhari. Yani bir namozga vaqti kirganga qadar qolgancha namoz o'qish bo'ldi. Farzni o'qiydi shu chog'dan boshlab namozni o'qiyasi bo'ldi. Albatta mushu erlarning bo'lmasdan shulik to'xtamaydigan yoki bir yerdan qon chiqib turadigan kasal kishilar bo'lib qolsa o'xshash. Ziyon qilish qanchalik darajaga bordi? Hozirroq sovuq keldi. Ya mijozimni yondirib degan ziyon qilishmaydi. Lekin rasmiyan ya teri kasallik bo'lib, shu taksiyan qildi deb doktor shadaq chiqdi degan yoki bo'lsan, bu o'sha tayammum qilishi mumkin. Ya da sundu. Mavan uningdan sirt. Ha, bu qon chiqayotgan holatda ters sunmaydi. Lekin uning boshqasi o'zi kirib hojat qilsa sunudi albatta. Ma qon sababidan sunmaydi demakchi. Lekin shu chaqdan bu o'zlik olgandan keyin
tartib bo'lgandan keyin yo tartib ilayotgan chog'da yoki namoz o'qiyotgan chog'da bir narsa chiqyapsimi, qon chiqyapsimi, tushunmaydi. Namozda namoz hisob bo'laveradi. Chunki uzrlik. Suyuqlik to'xtamaydigan odam shunday. Shunda tartildi, namoz o'qib yana tamchilaydigan bo'lsa, tartilib, namoz o'qib, namoz o'qiyotgan chog'da tamchilayapsimi, namoz o'qiyveradi. قال أخبرنا مالك أخبرنا سمي مولى أبي بكر أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحقا بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله عن المستحاضة كيف تغتسل؟ فقال سعيد تغتسل من تحت إلى تحت من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استسفرت بثوب. Adam da tağtası min tuhrin ila tuhrin dedi. Şunama. Rivayet mi şunda? İmam Malik bunda rivayet kıldı. İmam Muhammed mi şunda rivayet kıldı. İmam Malik bu tağtası min tuhrin ila tuhrin da anladın mı şunda? Lekin bu min tuhrin ila tuhrin desek şiriksiz olup kaldı. Çokum bana süzepperge ravayetimiz hata rivayet kalan buluşum ki bu min tuhrin ila tuhrin diyen söz mü ki diyen. Min dohrin la dohrin desa, bir so'tkil bir qatam, degan peshimda bir juyunda, as peshimda bir juyunda, har bir so'tkil bir juyunda degan mazmun chiqdi. Lekin bu yerda tohrin ila tohrin degani bu to'g'ri. Imom Malik shunda oldi, Imom Malikdan Muhammad Hasan Shaybadan shunda oldi. Ammo buni qanday tushunamiz? Ya'ni ezdan pakulab saqiydigan chaq kelgan chaqda bir juyunda, o'niki yana kelar oyda ezdan pakulab saqaydigan chaq kelgan chaqda bir juyunda degan gap desak bo'ladi. Har oyda pakulash vaqti kelgan chaqda bir juyunsa bo'ldi. Lekin har namozdan vaqti uchun bir tartildi. Fayn g'alabatam xun to'xtamay kelib qolsa zak taqvoludi. قال محمد تغتسل إذا مدت أيام أقرائها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرائها فتدأ الصلاة فإذا مدت اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل وقت صلاة فصلت حتى يدخل الوقت الآخر ما دام ترى الدم. قال أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال ليس على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة. قال باب المرأة ترى الصفرة أو القدرة. قال أخبرنا مالك أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرس فيه الصفرة من الحيضة فتقول لا تأجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الصفرة من الحيضة. قال محمد وبهذا نأخذ لا تطهر المرأة ما دامت ترى حمرة أو صفرة أو قدرة حتى ترى البياض خالصا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الصفرة sağıç kelgan xun, kudra tutuq, du yoki tilrangda kashunda kelgan. Evet, bu anda ayol kishidan kelgan xullarninki saqiyish bosqichida asosda suzlashib unda aqirib kelganligini ko'rsatdi. Bu hayot nafas Alloh taolo Odam alayhisolamning qizlarga yetayotgan tutayotgan narsa nurg'un din ahkamlari, namoz, ro'za, iddat masalan nurg'un ishlar musulmonga chetishdi. Niyadamda akhbarana Alqama ibn Abi Alqama an ummihi mawlati Aishata Aishaning azatgarisi Murjana. Bu Hazrat Aishaga ayollar ishlatadigan latalarni ivatib turibdi. Shu lata yoki mana bir qutidek bir narsada ishlatgan paxtasini ivatib hukmini so'raydi. Bu hamda islom shariatida dastlab bularga yetgan bu din ahkamini o'rganayotgan bir chog'i bo'lg'achqa bular shu hukmini so'rab shunda ivatibdi. O'zi ayrilmagan ekan ivatibdi. Kursuf degan paxta fihi sufratu min al-hayda. Hayzning xuni sag'ish kelgan chog'ida saqaygan demammi, saqaymagan demammi deb shuni bilinmay shuni ivatibdi deydi.
فتقول لا تعجلنا. Hazreti Ayşe ulağa aldırak etmanlar. Ap funni ko'rganga qadar to'xtab turinglar deydi. Al-qassa gece hak degan ma'noda, lekin ap bir narsani ko'rsatadi. Turidu bidalka at-tuhra min al-hayda. Yani qachon hayzdan pak bo'lgan bo'ldi desa, shu xun ap kelganda demakchi. Qol Muhammad rahimahulloh va bi hada na'khud la tatur al-mar'atu ma damat tara humratan aw sufratan aw kudra. Ayol kishi zot oq xun kammay sira qizil ya kaşını tutuq xunun kelganlar bo'lsa, hayzdan paklanmagan hisobda hatta taral bayada xolisa ap xunni ko'rgan chaqda undan pak buldu. Ve huve kavl Ebi Hanife rahimahullahu ta'ala. İmam Şafii belki sufra körse pak oldu deyişinken. قال أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل فينظرن الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن فتقول ما كان النساء يصنعن هذا. An ammatihi, yani Abdullah ibn Ebi Bekir'in ammisi bu Çoğdadistan ammisi aslında. Çoğdadistan ammisi. Amra binti Haram. Bu sahabe ayol. Abdullah'ın Çoğdadistan ammisi. Çoğdadistan ammisi ama ammisi deb iborat sürülük. Zeyd ibn Sabir radhiyallohu anhu'ningki qizidan rivoyat qildi deydi. Zeyd ibn Sabir radhiyallohu anhu qizi Ummu Kulsum. Bu Salimningki ayoli. Salim ibn Abdullah'ning ayoli. Ennehu belagaha. Anna müşahede Zeyd ibn Sabit'nin kızıga müşunda bir malumat yetti deydi. Enne nisa'en kunna yed'una bil masabihi min jawfil leyl. Bazı ayollar kechisi chiroq ekanlar deb paklanmaganligiga qaraydi deydi. Paxtaga yo'q narsaga qaraydi deydi. Fakanat ta'ibu zalika alayhinna. Anna mush ayıplagan kishi Zeyd ibn Sabit'nin kızı bo'lishi mumkin. Abdullah'ninki Çoğdadistan ammisi bo'lishi mumkin. Ve taqulu ma kana an-nisa'u yasna'na hada. Sahabe kiramlarning ayollari, sahabe ayollar bunday qilib yurmaydi. Ba'zi o'sha ayıplash nimaga qarta ayıplash bo'ldi? Oldirab ketganligi. Qala babun al-mar'atu taqsilu ba'd a'dha'i ar-rajuli wa hiya ha'idun. قال أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان تغسل رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما كان تغسل جوارحه رجليه ويؤتينه الخمرة وهن حيض. قال محمد رحمه الله لا بأس بذلك وهو قبل أبي حنيفة رحمه الله. جوارih degan jariya bu kichik qizchaqlar bo'lishi mumkin yoki dedak bo'lishi mumkin. Xumra kichik bir bo'ra yoki palas. قال أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا حائض. Şu Eyzalet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inki 5. tarafı yuttum dedi. قال محمد رحمه الله لا بأس بذلك وهو قبل أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهاؤنا. Bu köpçülük alimlerine karşı bazılar Eyzalet'te kız bulmaydı diyendek karşı boğun buluşu mümkün. Lekin bu asas köpçülük alimlerinin karşı Eyzda ayal o erlerinin bir yerini tutsa mesela ya çeşin taraf koysa tutuncu koysa hiç kanda bulmaydı para etti. قال باب الرجل يغتسل ويتودأ بالسحر المرأة. قال أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنوبا أو حائضا. Hadi bu ayollar mesela tartılıp ya içip kalgan suyunu eller işlesi bulamdı diyen mesele. قال محمد رحمه الله لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسحرها فإن كانت جنوبا أو حائضا. Yukarıda İbn Ömer radıyallahu anh'a cünüp ve hezda olup kalsa o ayol işletken suyunu er kişi işlesi bulmaydı dep de İmam Muhammed işlesi bulavurdu. Cünüp ayol olsun hezda olsun onda aşkan suyunu işlesi buldu dedi. قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد
يتنازعان الغسل جميعا فهذا أفضل غسل المرأة الجنوب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Ve cumhurdan karşı yetenezan el-gusl degan el-gusl mishada yuyinadigan suv. Mesela el-vudu tartilgan suv desak el-gusl mishada yuyinadigan suv. Yada fahada fadlu guslil mar'atil junub tanlashgan. Afdal deb yozilganmi? Fadlu dan. Bu hadis o'qish so'rinininki bir foydasi, kitoblarda xato besib qolgan so'zni to'g'rilab olamiz. Yoksa قال باب الوضوء بالسؤر الحرة. قال أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة أن امرأته حميدة ابنة عبيد بن رفاعة أخبرته عن خالتها كبشة ابنة كعب بن مالك فكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة أمرها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأسرى لها الإناء فشربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ يا ابنة أخي. قالت قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من التوافين عليكم التوافات. كبشة ومصاحبة كعب بن مالك مصاحبة أبو قتادة مصاحبة أصغى لها الإناء قاچini bunda ko'tarib turib so'ng qildi suv yig'ilsa shivosunda. İbnati ahi dedi shunami. Esa bu mana tuqqanchilik jihatdan ibnati ahi demoqchi emas. Lekin Ka'b ibn Malik yana Kabshaning otasi Ka'b ibn Malik mush Abu Qatada radhiyallohu anhu bilan sabtash sahobadan birga jihad qilgan, g'azotga qatnashgan sahobadan bo'lg'achqa bu sabdishininki qizini jiyanim deb bunda şu sahabenin qarindishi bo'lgan ekan, bunyan marsusda jihad qilgan bo'lgan ekan, sahabening qizini ibnat ahi deb. Ba'zi bu hadisda ko'p uchraydi. Ibn ahi, Abdullah ibn Umar masalan Abu Bakr bilan paranglashganda ibn ahi deydi. Jiyanim degan ma'noda kichik sahabaga, sahabening bolalariga, cho'ng sahabalar shunday xitob qilishgan. Tawafin alaykum va tawafat atrofingda unda cho'glab yuradigan ya xizmatchi, sachqan tutib turadigan, xizmatchi yoki sizdan bir narsa beramiki deb atrofingni cho'glab yuradigan tilamchiga o'xshash narsalarmiz. قال محمد رحمه الله لا بأس بأن يتوضأ بفضل سؤر الحرة بأن يتوضأ بفضل سؤر الحرة وغيره أحب إلينا. Yani bir yerde pakiz lekin başka su bulup kalsa bunu işlerden aynı şekilde yaxşı. Xuddi bunun bir kirahaten zihiye badik. Qala babul azani ve tasvib. Tasvib degan takrarlash degan gap. Qala akhbarana Malikun akhbarana Ibn Shihab az-Zuhri Ibn Shihab az-Zuhri ابن شهاب الزهري عن أتاع بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال مالك وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فأمر عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح. الصلاة خير من النوم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a ve Abu Mahzura radhiyallahu anhuma'ga belgilep bergen söz bu. Ya da Hazreti Ömer'e belgilep bergende Resulullah Abu Bakr'ın razı bulmandık bunda ruhlanıptı. Lekin Resulullah belgilep bergen belki Hazreti Ömer halife çağda azan to'lagan kishi bunu demagan bo'lsa, deyish ba deb belgilep bergen bu uchun. قال أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا فكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إسرها حي على خير العمل. Nerede? Azan to'lagan chaqda Ibn Umar radhiyallohu anhuma 3 qatim takbir aytibdi deydi. Aslida bizning takbirimizda 2 qatim, yani 2 takbirni bir deymiz hozir, bir jumla. Allohu akbar bu bir. Allohu akbar Allohu akbar. Bu Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar deb 3 qatim aytgan. Tashahhudni 3 qatim o'qiydi. Yani tashahhud degan ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh 3 qatim takrorlaydi ekan. Hayya alal falah
deb bulab hayya ala xayril amal deb qo'ydi ekan. Qala Muhammadun قال محمد رحمه الله الصلاة خير من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء فلا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن منه. Bu yerda bamdatda salat xayrminannav deyish bor. Azanning oxirida demakchi. Azan butun tugaganda azanning oxiridan da deyish bor. Lekin uni ortiq gap qilib olsak bo'lmaydi. Undan boshqa buni Rasululloh bekitib bergan nima u? Undan boshqani biz xohlagancha qilib olsak bo'lmaydi. deb Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatga raddiya bermoqchi. Yani 3